Assalamu alaykum dostlar, yaxshimisizlar? Men Sumayya. Kanalimga ergashganlarga rahmat. Bugün sizlar bazılar qaysi kitapni o'qiyapsizlar deb so'rabdim. Men shu kitapni tanishtiraman. Bu kitapning ismi Shirin Yangam Pasha. Bunu bana apam sovg'a qilganchi. Shunlashqa apamning yozgan xatini o'qib beraman. Hurmatli Sumayya Malikamga. Tirishchan güzel kızım Sumayya. Uyg'ur tilida kitap o'qish kanali içip bütün dünyadaki Uyg'ur bolalarını kitap o'qishga ilhom berganingizga aferin. Izchil davom qilgaysiz deb yozibdim. Men Küçük bilen Müşük degan hikoyani o'qidim. Pasha bilan Bo'g'in degan hikoyani o'qidim. Bo'ri bilan Qog'aning do'stligi degan hikoyani o'qidim. Aqlli Paqa degan hikoyani o'qidim. Chikitka bilan Chumula degan hikoyani o'qidim. Bo'ri va Soqol degan hikoyani o'qidim. Taqdiring o'zingga bog'liq degan hikoyani o'qidim. Shirin Yangam Pasha degan hikoyani o'qidim. Maqtanchoq pashalar degan hikoyani o'qidim. Hakavur eshak degan hikoyani o'qidim. Yolbos bilan Toshqon degan hikoyani o'qidim. Bo'ri bilan O'kuz degan hikoyani o'qidim. Bu yerda 57 tal hikoya bor ekan. Bu hikoya bir-birinden güzel hikoyalar ekan. Bu kitobni topolmagan bo'lsanglar, torda kitap bor ekan. Aşağıdan içip okusanglar bo'ladi. Kanalimga ergashaverishni unutmanglar. Yaxshi ko'rishni unutmanglar. Xo'sh.